Assalomu alaykum, hurmatli Suzak News kanalının ko'ruvchilari. Buni Alloh taolo nasib qilib, umra safarini attandik. Buyursa, bir ay bo'yi sizlar menen umra safarin qanday batkаруuni dag'i o'shol Mekke shahrida jana Medina shaharlarındagi qo'z yerlerin, ibodat qila turgan yerlerin buyursa ko'rsatamiz. Biz videolarda bu maqtanish uchun emas, sizlarni ko'rmaganlarga ko'rsin deb atayin ушундай videoroliklarni tayyorlab ko'rsatamiz buyursa. Bugun birinchi kunimiz, safarimiz ушул Osh shahridan hozir aeroportunda turamiz. Osh shahrining ушул yerdan safarimiz boshlab o'tadi. Osh Kuveyt jana Kuveyt Jidda uchamiz. Biz ушул bizdin safarimiz o'zgacharogi ушул Kuveytdan boshlab turib ehramni kiyib boshlaymiz. Sizlarga dag'i keyingi chiqarishlarimizda bardıq videolarimizni to'liq menen sizlarga ko'rsatamiz qanday bo'lganini. Bizning kanal menen cho'g'i bo'lingizlar, buyursa bardıq alida. Kommentariyaga bizga da duo qilib qo'yingizlar deb yozib qo'ysangizlar, buyursa sizlarga da duo qilib qo'yamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.